bir dona avtomobilni deylik 15 ming dollarga baholasak o'rtacha, bu yalpi ichki mahsulotimizga 15 milliard dollarlik qo'shilgan qiymat degani. 1 million ob'yom deganda bu bizga juda katta imkoniyatlar yaratadi. Ya'ni hozirgi kunda yangi o'zlashtirilishi kerak bo'lgan texnologiyalar, mana alyuminiy diskalarda ishlab chiqarish loyihasi amalga oshirilyapti. Hozir bu ham juda katta loyiha, 50 million dollardan yuqori qiymati. Yoki bo'lmasam shinalar, amortizatorlar yoki bo'lmasam prujinalar, bular hammasiga imkoniyat ochiladi bizni ob'yomimiz oshishi munosabati bilan. Prezidentimizning topshiriqlari bilan yangicha yondashuvni ham yo'lga qo'ydik. O'tgan yildan boshlab bu amaliyot boshlandi. Ungacha bunday bo'lmagan shatakka olish mexanizmi asosida. Bu nima degani? Demak, mahalliy ishlab chiqaruvchilarimizni xalqaro OEM, original ishlab chiqaruvchilarning talablariga javob beradigan darajadagi ishlab chiqarish jarayonlarini tashkillashtirilishini qo'lma-qo'l bilan rivojlantirib borish mexanizmi yo'lga qo'yildi. Bu sohada mana o'tgan yili 19 dona korxonalar shatakka olingan bo'lsa, 2030 gacha o'zimiz oldimizga maqsad qilganmiz. Bu jarayonlarni keskin oshirib borish, 150 dan ortiq korxonalarni shatakka olgan holatda ularni ham rivojlantirib, bu yilda o'zida 763 dan ortiq detallarni, komponentlarni kooperatsiya asosida mahalliylashtirishini yo'lga qo'yish bo'yicha aniq topshiriqlar berildi. Kompleks yondashgan holatdagi rejalar bor.